Cristiano Ronaldo uchun joriy yilda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati karyerasidagi so'nggisi bo'ladi. 2022-yilda Mundialni Messi qo'lga kiritgandan keyin Jahon chempionatida Portugaliya chempion bo'lishini barcha Ronaldo muxlislari kutishmoqda. Mundialga ham 10 haftadan kamroq vaqt qolmoqda va endi Jahon chempionatining barcha ishtirokchilari aniqlandi va bugungi videoda Portugaliya terma jamoasi 2026-yilda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga qanday borishini taxmin qilib ko'ramiz. Terma jamoaning asosiy va zaxira tarkibi hamda kuchli va kuchsiz taraflarini ko'rib chiqamiz. Ushbu rubrika davomida Jahon chempionatigacha turli xil terma jamoalarni analiz qilib, favoritlarni aniqlab boramiz. Videoga like bosib, keyingi terma jamoa qaysi bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Terma jamoa haqida qisqacha. Portugaliya terma jamoasi so'nggi bor 2025-yilda Millatlar Ligasini qo'lga kiritgan. Agar kattaroq sovrinlarni hisobga olsak, 10 yil oldingi Yevro qolmoqda. Portugaliya kuchli va stabil tarkibga ega bo'lsa-da, so'nggi Yevro va Jahon chempionatlarida qoniqarli natija ko'rsata olmayapti. Mundialda chorak finalda Marokashga mag'lub bo'ladi. Yevroda esa penaltilar seriyasida Fransiya terma jamoasiga. Lekin shunga ham qaramasdan Portugaliya FIFA reytingida 5-o'rinda bormoqda. Fransiya, Ispaniya, Argentina hamda Angliyadan ortda va kelayotgan Jahon chempionatida ham asosiy favoritlardan biri. Yangi bosh murabbiy, nisbatan yosh hamda o'ta tajribali tarkib va haqiqiy lider bilan Portugaliya kelayotgan mundialni qo'lga kiritishi kerak. Endi asosiy tarkibga o'tamiz. Katta ehtimol Portugaliya terma jamoasining tarkibi bunday bo'ladi. Darvozada Diogo Costa. Darvozabon so'nggi katta musobaqalarda terma jamoaning asosiy posboni bo'lib kelmoqda va AQShdagi mundialda ham asosiy tarkibda bo'ladi. Himoyachilar Nuno Mendes, Ruben Dias, Gonzalo Inacio va Joao Neves. Menimcha butun mundial ishtirokchilari orasidagi eng yaxshi himoya Portugaliyada bo'lsa kerak. Nuno Mendesning o'zi hozirda dunyodagi eng yaxshi chap qanot himoyachisi bo'lib qolmoqda. Markazda Ruben Dias hamda yosh lekin katta potensialga ega Gonzalo Inacio. Menimcha shu jahon chempionatidan keyin ushbu himoyachi ham kattaroq klubga o'tsa kerak. Yarim himoyada PSG super yulduzi Vitinha hamda juda katta tajribaga ega bo'lgan Bernardo Silva. Bernardo yoshi o'tgan bo'lsa-da, yarim himoyaning har qanday pozitsiyasida o'ynay oladi va City'dagi stabil formasini hisobga olsak, mundialda ham Portugaliyaning kalit futbolchisiga aylanishi kerak. Hujumkor yarim himoyachi esa Bruno Fernandes. O'z pozitsiyasidagi eng zo'rlardan biri hamda katta musobaqalarda qanday o'ynashni biladigan playmaker. Qanotlarda katta ehtimol Rafael Leao hamda Pedro Neto o'ynasa kerak. Chunki Joao Felix hamda Trincao qanchalik yaxshi formada bo'lishmasin, hali asosiy tarkibga tortmaydi. Hujumda esa Cristiano Ronaldo yoki Gonzalo Ramos. Menimcha katta ehtimol guruh bosqichida Cristiano asosiy tarkibda o'ynaydi va Portugaliya play-offga yo'l olsa, Ramos bilan rotatsiya qilinsa kerak. Xuddi Qatardagi Jahon chempionatida bo'lgani kabi. Portugaliya ushbu mundialdagi eng qo'rqinchli tarkiblardan biriga ega. Deyarli har bir pozitsiyada dunyoning top futbolchilari mavjud, ayniqsa yarim himoyada. Endi zaxira tarkibiga o'tsak. Portugaliya terma jamoasining zaxira tarkibi ham juda kuchli va bemalol asosiy tarkibdagi o'yinchilarning o'rnini bosa oladigan tarkib. Darvozabon Jose Sa, himoyachilar Cancelo, Antonio Silva, Renato Vega hamda Diogo Dalot. Cancelo hatto asosiy tarkibdan joy olishi ham mumkin. Agar Roberto Martinez Joao Nevesning o'rniga uni afzal ko'rsa. Bekorga yarim yilga u Saudiyani tashlab Yevropaga kelmagan. Yarim himoyada Canceloning jamoadoshi Ruben Neves. U ham Saudiyada o'ynayotganiga qaramay Yevropa maydonlarida juda katta tajribaga ega futbolchi hisoblanadi. Yarim himoyaning qolgan futbolchilari Mateus Nunes hamda Mateus Fernandes. Hujumda Sporting safida hozirda porlayotgan Francisco Trincao. Agar ushbu futbolchi mundialda asosiy tarkib futbolchisiga aylansa ham hayron qolmayman. Tezligi, driblingi va krosslari uchun Pedro Netoni zaxiraga o'tkazib qo'yishi mumkin. Chap qanot hujumda Joao Felix. Shubhasiz Al Nassr tarkibidagi eng sermahsul va kalit futbolchilardan biri. Striker Gonzalo Ramos. Bu futbolchi bilan vaziyat ham Trincaonikiga o'xshash. Balki mundial davomida Ronaldoni zaxiraga o'tkazib qo'yish ham mumkin. Cristianoning yoshini ham hisobga olish kerak. 41 yoshida Jahon chempionatidagi 90 daqiqa yuqori tempdagi o'yinga dosh bera olmasa kerak. Guruh bosqichida-ku mayli, lekin play-offda Angliya, Fransiya yoki Braziliya kabi terma jamoalarga qarshi tushsa, Ronaldo o'yinni aniq zaxirada boshlasa kerak. Kuchli va kuchsiz taraflari. Xo'sh, endi videoning eng qiziqarli joyiga keldik. Portugaliyaning kuchli va zaif taraflari haqida gaplashamiz. 5 ta plus va 5 ta minus taraflari. Birinchisi, Portugaliya terma jamoasining kuchli taraflaridan biri bu ularning albatta tarkibi hamda zaxira o'rindig'i. Hatto rotatsiya qilingan holda ham terma jamoaning darajasi pasaymaydi. Zaxiradagi o'yinchilar bemalol maydonga tushib o'yinni o'zgartirib yubora oladigan futbolchilar. Jahon chempionatiga o'xshash uzoq davom etadigan turnirlarda bu katta plus. Ikkinchi kuchli tarafi bu aytib o'tgan
ko'rganimdek yarim himoya chizig'i Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hamda Joao Neves kabi futbolchilar o'yin tempini nazorat qilib, juda ko'p xavfli vaziyatlar yarata oladigan futbolchilar. Play-off bosqichida bu juda katta rol o'ynaydi. Keyingi kuchli tarafi tajriba va yoshlar o'rtasidagi balans. Portugaliya milliy terma jamoasida juda tajribali liderlar hamda yosh kuchga to'lgan futbolchilar mavjud. Bunday balans qiyin uchrashuvlarda juda katta yordam beradi. Qolaversa, jamoa ma'lum bir o'yin stiliga bog'lanib qolmagan. Kerak bo'lsa raqibga qarab ham o'z o'yin uslubini o'zgartirib o'ynashi mumkin. Ba'zi o'yinlarda to'pni nazorat qilib o'ynashsa, ba'zilarida to'pni raqibga berib, qarshi hujumlarga tayanib o'ynashadi. Va Portugaliyaning so'nggi plyus tarafi bu guruhdagi ahvoli. Cristiano Ronaldo jamoasi uchun guruhdan birinchi o'rinda play-offga chiqish muammo bo'lmasligi kerak. Faqatgina Kolumbiya bilan uchrashuvda qiyinchilikka duch kelmasa albatta. Lekin qolgan o'yinlarda g'alaba qozonib, guruhni yetakchi sifatida yakunlaydi katta ehtimol. Endi minus taraflariga o'tsak, ya'ni Portugaliya terma jamoasining zaif taraflari. Birinchisi bu yakunlovchi lahzalarda sovuqqonlik yetishmasligi. Meksika bilan so'nggi o'yinda ham Portugaliyada juda ko'p imkoniyatlar bo'lgan edi, lekin ularni golga aylantira olishmadi. Marokash bilan chorak finaldagi uchrashuvda ham yarim soat to'xtovsiz shturm qilib, hisobni tenglashtira olishmagandi. Kelayotgan jahon chempionatida bunday kamchilik juda qimmatga tushishi mumkin. Keyingi zaif nuqta Portugaliyaning psixologiyasi. Terma jamoada tajribali futbolchilar bo'lgani bilan ham katta qismini yoshlar tashkil qiladi va katta bosimga dosh bera olmasliklari mumkin. Bosimda Portugaliyadan kutilayotgan natijalarni aytmoqdaman. Bu yilgi jahon chempionatini Portugaliya olishini juda ko'pchilik kutmoqda va bu futbolchilarga qo'shimcha keraksiz bosim bo'lishi mumkin. 3-minus katta o'yinlarda stabil emasligi. Qog'ozda Portugaliya to'g'ri har doim favorit, lekin ba'zi o'yinlarda liderlarning o'yini chiqmasa, butun jamoa aziyat chekadi. Yevrodagi Fransiya hamda Gruziyaga qarshi uchrashuvda ham Portugaliya favorit edi, lekin ikkala o'yinda ham mag'lub bo'lgan. Jahon chempionatida ham xuddi shunday Marokash va Janubiy Koreyaga qarshi o'yinda Portugaliya favorit edi, lekin natijani o'zingiz yaxshi bilasiz. Hozir izohlarda Portugaliya milliy terma jamoasi muxlislari Millatlar Ligasini eslatishi mumkin, lekin keling tan olib aytaylik, o'sha uchrashuv ham to'liq Ispaniya dominantligi ostida o'tdi va penaltilar seriyasida Morata sabab Portugaliya chempion bo'ldi. Xuddi UFC'da Lucky Punch bilan g'alaba qozonilgani kabi. Portugaliya uchun keyingi minus bu boshqa, ulardan da kuchli terma jamoalar borligi, ya'ni Ispaniya, Fransiya, Angliya hamda Argentina. FIFA reytingida ham bekorga ular 5-o'rinda borishmayapti. Portugaliya terma jamoasi mundialni qo'lga kiritishga asosiy da'vogarlardan biri, lekin yaqqol favorit deya olmaymiz afsuski. Va so'nggi minus Cristiano Ronaldoga haddan ziyod ko'p bog'lanib qolgani. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Ushbu jahon chempionatida Cristiano Ronaldo o'z terma jamoasi uchun muammoga aylanishi ham mumkin. Chunki o'zingiz yaxshi bilasiz, Ronaldo pressing qilmaydi. Yoshi ham 41da. 90 daqiqalik intensiv uchrashuvga organizmi shunchaki dosh bera olmaydi. Qatardagi mundialda ham shu sabab play-offda maydonga tushirilmagan. Roberto Martinez ham buni tushunadi, lekin Ronaldoni zaxirada qoldira olmaydi. Chunki aynan shu sabab ham Portugaliya terma jamoasining so'nggi murabbiyi Fernando Santos ishdan olingan edi. Xo'sh, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Video haqidagi fikringizni va Portugaliya jahon chempionatida qanchalik uzoqqa borishini izohlarda yozib qoldiring. Bizning fikrimiz bunday. Portugaliya milliy terma jamoasi guruhdan bemalol chiqa oladi. Chorak finaldan ham o'tib, yarim finalgacha borishi mumkin. Hatto chempion ham bo'lar. Lekin u uchun Portugaliya terma jamoasi shunchaki ideal turnir o'tkazishi kerak bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang. Assalomu alaykum. Men xalqaro tadqiqot kompaniyasi vakiliman. Hozirda O'zbekistonda sotilayotgan mahsulotlar sifatini o'rganmoqdamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning bebaho tajribangiz mahsulotlarni yanada yaxshiroq qilishga yordam beradi. Xalqimizning ekspertiga aylaning. Video ostidagi havolaga o'ting yoki QR kodni skanerlang va so'rovnomadan o'ting.